Maşallah, hurmatli obunachilar, mana bunday to'ni toza. Qarang, maza qilib boqasizlar. Sigiri bor, chempionlardan keldi inshaalloh. Assalomu alaykum, Oqinjon Uz kanalining hurmatli obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib boruvchi aka-ukalar, chorva oshqozlari mana bunday to'ni toza, taygonni yaxshi mollardan qidirayotgan aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'ladi inshaalloh. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'i haqiqiy noyob, o'ta arzonlardan keladigan bir akamizni xonadonlarga yetib keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oxunjon, suyimsiz obunachilar, assalomu alaykum, suyimsizlar hammalaring. Oxunjon, mana shu obunachilarimizga aytgan bir 5 dona buzagimiz bor, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshilari mana 3 ta shvetimiz bor, bitta rossiyskimiz bor, bitta olachamiz bor, o'zimizning mollardan. Akam, videolar kamdan olib ketdingiz. Nimaga? Oxunjon, yaxshi mol kelmay qolyapti-da. Yaxshi mol kelmay qolyapti. O'shaning uchun yaxshi molni olib chiqib olsangiz, odamlar olyapti yaxshi molni. Obunachilar ochig'ini aytganda bozorda ham sal sifatli yaxshi molni tovush qiyin bo'lyapti, chunki yaxshi mol baribir aka, pul. Oxunjon, bu yaxshi mol kelib qoldi deb baland narxni ham baland qo'yish kerak yo'q. Xudo xolasa avvalo sotamiz. Xudo xolasa hammasini o'z egalariga olib borib beramiz. Xudo xolasa narxlarni ham qulay qilamiz, ha? To'g'ri, aka. Hop, bitta mana olachamiz bor, mesni buzak, lekin hammasi mesni buzak. Xudo xolasa bo'ylari 1 metrga olishaveradi. 1 metr bunisi. Oxunjon 8,5 million so'mga hayrisi bor. Bir orqalarini ko'raylikchi aka. Pulini aytishdan oldin molni ko'rsating birinchi. Molni o'zlari ko'rishsin, mana o'zlari baho berishaveradi. Puliga yarasha bo'lsin. Hammasi xudo xolasa yarasha puliga. Akalar, bo'ylari qancha chiqdi? Bo'ylari 1 metr. 1 metr. 1 metrli buzuv 6 oylik, 7 oylik. Shunday, xudo xolasa. Obunachilar, xudo xolasa qancha dedingiz? 8,5 million so'm hayrisi bor. Kami bor. Hayrisi desa kimdir 50 ming 100 ming tushunadi. Kami bor, 8 million 500 ming so'm kami bor bizda. Ketinglar. Xudo xolasa Oxunjon, mana buzagimiz bor, shvet buzagimiz. Mana hamma yo'q, xudo xolasa yaxshi. Yaxshi ko'ramiz aka. So'mlarni ko'rsatib qo'ying, xudo xolasa. Oq yilidan so'raganlarga. Mana bu buzagimiz 1.5 ga olishaveradi. 1.5. Shvetimizda. Oxunjon 9,5 million so'm kami bor bu buzagimizda. 9,5 kami bor. 9 million 500 ming so'm kami bor. 9 million 500 ming so'm akalar. Bo'ybasida hamma yo'g'i joyiga yetib kelgan. Nusxoni yo'q buzagim, xudo xolasa. Sigir bor aka. Xudo xolasa sir qilib maza qilib boqishsin, baraka topishadi. Qayerda mollar aka bular? Oxunjon, bular xudo xolasa o'zimizning Begavatning mollari. Begavat. Abadan kelmagan mollar, 100% kafolati bor lekin mollarga. Abadan kelmaganligi. Qayta aytaman, misol kecha tergaj mol bozorini ham chiqardik. Mashtondagi sigirlar ko'rdilaringmi? Katta bo'lib ketadi. Bu mollarda to'ni, taygonni toza bo'ladi. Mana bunday shalpon quloq bo'ladi. Sutni ham mana shu 20 ta 30 ta beraveradigan bo'ladi. Hammasi qarovga bog'liq. Ketinglar. Oxunjon, mana buzagimiz. Mana buzagimiz ham o'ta qo'pol, polvon buzag. Variant-ya bu. O'ta polvon buzagimiz. 1 metr. Bo'lsa shunchalik bo'ladi, obunachilar. Tavsiya qilaveramiz. Badanni ham ko'rib olishaveradi, xudo xolasa. Oxunjon, mana shu buzagimizda ozgina qo'tirib bo'lgan, tuzalgan, lekin mana shu buzagimiz mana. Qo'tirib bo'lgan. Lekin mana hamma yerdan tuk chiqyapti buzagida mana. Tuki yo'q bor. Hamma yerda qolmagan qo'tirib tuzalgan, xudo xolasa. Oxunjon, 1 metrga yaqinroq ko'rsatib qo'ying. Mana obunachilar musofirda qayerda ko'rib qolmasangiz ham tuzalgan. Aytib aytda bor ekan, bu yerda. Bor, aytib aytda bor ekan. Tuzalgan, xudo xolasa. Ko'rdorlar qilingan. Qilingan hamma yo'q, xudo xolasa. Ko'rdorlar qilingan akalar. Bu o'zi aslicha haligi kasal emas aka. Yo'q. Tuzalib ketsa bo'ladi, tuzatib bersa bo'ladi, to'g'risi. Kimlargadir lekin yoqmasligi mumkin. Necha pul bo'ladi bu narxi? Oxunjon 9 million 800 ming so'm narx aytamiz bunisiga. 9 million 800. 9 million 800 ming so'm. Aka, mana molimiz birinchi sotiladi. Xudo xolasa. 9,5 ga ketaveradimi? Nimaga birinchi sotiladi deyapman. Molda turib o'zor aka. 9,5 ga bo'lsa, agar birinchi odam telefon qilsa, yengil barakasini beraman 9,5 million so'm. Birinchisiga. Shuni telefon qilib, "Ash buzagimiz 9,5 ga aytganda Oxunjon" desa, 9,5 ga beraman ash buzagimiz. Yana savdo qilib olishadi. Savdo qilish sunnat aka. Savdo qilib olishadi aka. Chunki magazinda emasmizda mana shu holda 9,5 ga oldim deb ketaversam da bo'lmaydi.
9,5 kami bor. 9,5 ga hayrasini ozini o'tib beraman. O'tib beradi. Emas, lekin ozini o'tib beraman. To'g'risi, rejangizni ham o'zgartirib beryapti. Shu, xudo xolisa. Misol 9 million qancha dedingiz? 9 million 800 ming so'mga beraman. Akalar 300 ming so'm, xudo xolisa tushib berdilar. Yana hayrisini qilib beradilar. Ketingisi ana shu 5 ta buzoqni eng chiroyli buzoq mana shu ekan. Mana Oxunjon, shvet mana zo'rini boqaman deganlarga yana bittamiz bor. To'qolmi yo? Shoqi bor. Shoqi. Kichkina shoqi bor. Akalar nima deyapti deydi-yu. Bir qator buni yurgizingchi molni, yuruvini ko'raylikchi. Mana Oxunjon hamma yerni ko'rib olaveradi. Kimdadir aka qurbi yetmaydi-da, 20 million 30 millionga bunaqa sigir olgan. Ozgina tejaysizlar, xudo xolasa sizlar aytganlaringdek mol bo'ladi. Lekin mol haligilari ham yaxshi ekan, sog'lom mol. Tani joni sog'lom, xudo xolasa. Mol qilib boqaman degan odamga tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Oxunjon. Oxunjon 1.5 dan olishadi bo'yini, uchalasini. Mana shu yelimini ko'rsatish iloji bormi? Bor. Nihoyatda yuvosh buzak. Mana. Akalar uchamcha 20 million sigiri ham yo'q bunaqa yelim bor, vahshiy zo'r mol. Oxunjon buni narxini 10 million 700 ming deyapmiz mana shu. 10 million 700. 10 million 700 ming so'm narx aytamiz. Yaxshi ekan desam, Yo'q. qimmat aytib verdingiz-da. 10 million 500 ming berilsin mana. 10 million 500 ming berilsin. 10 million 500 ming so'm kami bor. Hayrisi bor. Ha, hayrisi bor. Akalar telefon qilib savdo qilaverasizlar. Orqa bosh ham yo'q, joyiga yetib kelgan mol. O'zi 3 dona shvetimiz bor. O'zi 3 tasi bitta odam mol, Oxunjon bular. O'zi akalar shvetsda boqayotgan akalar biladi, yaxshi mol bor bular. Tozasini haqiqatdan boqaman degan odamga mana shu uchalasini tavsiya qilib qolaman men. Aka telefon qilsa bor-ku. Endi ochiq o'yin aytaman, telefon qilsa Mirasada hammaga, misol mana shu molni yoqtirib, niyat qilib telefon qilgan odam bo'ladi-da. Endi qattiq bo'lib turibman aka. Qo'ldan kelgancha tushib bering. Sharoitga qarab. Oxunjon uchalasini bitta odamga aytaymi? Bitta odamga uchalasini. bitta. Ha. 3 ta shvet zo'rini boqaman degan odamga bittaga aytaman. Ayting. 96 dan bo'ldi barbar aka uchalasi. 96 dan. Molni kelib ko'ramiz desa, ustida ham ko'raversin, bat arig'i ham yo'q, badaniga ham, hamma yo'q ham javob. Molingizda to'g'risi ayblaydigan joyi yo'q ekan-ku. Narxida emas. Men ham shu bozor ichida yuraman aka. To'g'risi gap. To'g'ri, bozor dehqonlar 11 million 12 million aytiladi. Bu 9,5 dan berilsin, Muxtor Arg'amchi bonus dastlabkasi o'zim bo'ynimga. bor. Mana. Uchalasi bir joyga. Barbar aka. Yengil baraka qilamiz bo'ldi, ish bitishga. Aka ucho'si bir qator yurgizdirib ko'raylikchi. Musofirda ko'rayotgan aka-ukalar bo'lsa, aka eng qizig'i yana bir so'rash bor. Bu tomonlarga tog'dagi nima deymiz? Voha tomonlarga. Aka kelishamiz, Oxunjon. Kelishilgan holat. Aka xudo xolisi kelishilgan holat. Kelishilgan holat, akalar. Ikkosini necha pulga deysiz? Mana ikkosini. Ikkalasini bir joygami? Ha. 10 milliondan hayrisi bor ikkalasi. 10 milliondan hayrisi bor. Ikkovi bir joyga bo'lsa. Aha. Xo'p, akalar, mana bu kichkina emas mashina. Bu mashina qo'shib olsalar, bularning narxi zo'r tushadi-da. Shu o'ta baquvvatda buzoqlar. O'ta baquvvat mollarga yaxshi ekan kerak. Hammasi xohlasa ish bitadi. Telefon qilib, bemalol telefon qilib savdo qilaverasizlar, akalar. Uchosini bir ko'rsataylik. Qani? Mana shu uchalasini bir joyga oldim, maza qiladi mana. 3 ta shvet boqdim. Asosiysi oyoqlari qiziqaman, chunki oyoqlari bir-biriga chalish yuradigan bo'lsa, u mol umuman bo'lmaydi. Oyoqlari ham o'ziga yarashgan baquvvat mol. 9,5 dan kami bor. Bo'lardimi? Sunnatiga o'tib beraman 9,5 dan. 9,5 dan kami bor emas, sunnatiga o'tib beraman Oxunjon, xudo xolisa. Akalar. Mana. Endi bu yog'i savdo qilaverasizlar. Xolasa uchosini bir joyga olib qo'ygan odam juda hammasi tagi oq yelimdan. Uchalasi ham oq yelim, xudo xolisa. Xo'p, aka endi bunisini nechta aytamiz? Xo'p, Oxunjon mana shu bitta biz yaxshilikda olib boqqanman, qiziqib mana shuni. Uydagi mol lekin bozordan kelmagan. Binasini ta'dan ishqiboz bo'lib olganman.
Xudo xolasa 1 yashar bo'lib qolaydi ana shu buzagimiz. 1 yashar bo'lib qoldi. Ha. 12 million 500 ming so'mga kami bor. 12 million 500. 12 million 500 ga kami bor. Qanchachida aka? 1.10 chiqdi qo'ydi. 1.3, 1.10. 1.10. 1.10 aka. 1.10 ga olishaveradi bo'yini. Yaxshi mol aka. Lekin bulardan ko'ra dadil, ancha katta. Dadil, ha. 2,5 million so'm kami bor. 12 million 500 ming so'mga kami bor unisini. U yutayotgan buzak u. Ha, yutayotgan dehqonchilik. Dehqonchilik, ha. Bo'ldi aka. Savdoga Alloh barakasini bersin. Har doim Xudo xolos telefon qilsin, ishni bitiramiz, oxunjon. bitiramiz. Sog' bo'lin. Salom.